Obunachilar, yurtdoshlar, hamkasblar, assalomu alaykum. Bugun kontaktorimizni yig'ib qo'yganmiz, ishlashi sxemasini 0. Mana ko'ksimda A1 ga boryapti. Fazasi bu qizil tomoniga yopiq kontaktga boryapti. Bundan yopiq kontakt u tomonidan perimichka bo'lib ochiq kontaktga, ya'ni pust kontakt nimasiga boryapti. Bu 13NO yordamchi qo'shimcha kontakt mana normal openga o'tyapti. Bu joyda mana bu ikkinchimiz ochiq kontaktimizniki A2 ga borib 14NO normal open qo'shimcha kontaktga ulanyapti, perimichka bo'lib ulanyapti. Hozir ishlatib ko'rsatamiz. İşlegan ko'rinyaptimi? Assalomu alaykum yurtdoshlar. Ulanish sxemasi kontaktor degan ulab qo'yganmiz. Bu joyda 40 amperlik uzoq qo'yganmiz, boridan foydalanganmiz. En ko'kda 0 bo'lib turibdi, qizil faza bo'lib turibdi. Bu kontaktorimizda A1 katushkasiga 0 kelyapti ko'kda. Bu NO 13 bilan 14 yordamchi qo'shimcha kontakt deyiladi. Buni ishlatish uchun qizil yopiq kontaktga kelyapti. Qizil knopkaga, stop knopkasiga. Bu yopiq kontaktdan o'tib perimichka bo'lib pustni ochiq kontaktorga kelyapti. Bunda ikkita sim chiqqani, mana bu birinchi chiqqani 14NO ga kelyapti, ikkinchi chiqqani 13NO normal open kontaktga kelyapti. Hozir ishlatib ko'rsatamiz. Ishlash jarayoni bu pust tomon, yashil tomon, bu qizil tomon. Yani kametda gipotuza katet debdi, bu yerda katet yo'q. Bu katushkasi bo'ladi faqat 220 da. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugun master выключатель и kontaktor, через kontaktor ulanadi. Bunda qizil faza bo'lyapti, ko'k 0 bo'lyapti. Qizil bitta gruppani отдельно qilganmiz, fazasini, nimasini. Ikkinchisini через kontaktor. Bunda fazasi keladi, ikki polusli, eng pastdagi polusga perimichka bo'lib o'tadi va выключателga keladi. A1 ga 0 keladi har doim. İkinci выключатель ikkinchi simi A2 dan ulanadi. Bundan chiqib ketayotgan sim boyagi mana bu ikkita lampochka uchun chiqib ketadi. Mana yondi. Bizda shu. Bu master выключатель shoshib uydan chiqib ketayotgan vaqtingizda qaysini o'chirdim, nimani o'chirdim deb o'tirmasdan bitta o'zini shuna yoniq holatida o'chirasiz, ketaverasiz. Hammasini o'chirib beradi. Bugun videomizni выключатель ulanishini, yoqib o'chirish ulanishini ko'rsatamiz. Bittalik выключатель. Hozir bu yerga turlar ulab taxlab qo'yganmiz vaqtini yutish uchun. Mana bunga kelayotgan narsa mana polis kelyapti. Bunga 0. 0 kelyapti. Hozir ulanish jarayonini ko'rsatamiz. Bu da qizil выключателga ulanadi. Mana faza 0 ko'k bu lampochkaga beriladi. Qolgan выключатель ikkinchi simini lampochkani ikkinchi qizil simiga beriladi. Ko'k bilan qizil ulanadi. Bu yerda qizil faza выключателga berdik. 0 lampochkaga berdik. Выключателda qolgan ko'k simni lampochkadan qolgan qizil simga beramiz. Ulanish jarayoni tugadi shu bilan. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Reversiv, ya'ni ikkita выключателdan, ikki joydan bitta lampochkani yoqish sxemasini o'rgataman. Hozir bizda
Vyukulchatelimizga bitta faza kiruvchi bo'ladi. Ikkalasini bosgansiz ikki tomonga ham kontakt beradigan bo'ladi. Mana bu faza keladi, ikkalasidan o'tib, lampochkaga o'tadigan jarayon bo'ladi. Yig'ilish jarayoni bo'ldi o'sha. Hozir yoqib o'chirib ko'rsatamiz. Bemalol yoqaverasiz, bu yerdan ham o'chirib, bemalol yoqib o'chiraverasiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar, obunachilar. Mana bu joyda o'zimizdan ko'kidan 0, mallasdan faza kelyapti. Mana faza ham kelib turibdi. Bu yerda magnitopuskatorimiz, kontaktlarimiz hozir ishlash jarayon A0 ga A1 ga ulangan. Mana ko'ki, mallasi A2 ga ulangan. Mana uchini archib taxlab qo'yganman. Mana ishlash nimasi. Mana ishlayapti. Bunda hozir knopkani endi yig'ib hozir jarayonni ko'rsataman. Knopkasini ham o'rnatib bo'ldik. Endi bizda buni ikkita yashil o'pali, qizil stop. Qizil rangsi yo'q bo'lganligi uchun ikkita yashil qo'yib yubordik. Buni ishlatib ko'rsataman. Ishladi, ovoz borayotgan bo'lsa e'tibor qilsangiz. O'chdi. Mana bunda ishladi. Bunda o'chdi. Qarang, shunda 0 mana ko'k A1 ga boradi. Fazasi stop yopiq knopkasiga boradi. Yopiq knopkadan chiqib, buni ochiq knopkasiga boradi, stop knopkani. Ochiq knopkasidan уже mana bu bitta перемычка ketgan bu yoqqa, yana bittasiga 13NO нормальный open degani. Ochiq kontakt. Buni mana bu tomonidan уже A2 dan перемычка bo'lyapti. Mana 14NO нормальный ochiq kontakt.